Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Sog'liklaringiz yaxshimi? Bugungi yana sizlarga tayyorlagan videom подбородик, ya'ni baqbaqalarga qarshi kokosovый yog'da mashq. Bu mashqni qizlarjonlar uy sharoitida o'zlaringiz qilsalaringiz ham bo'ladi. Bu mashqda 4-5 ta elementlar ko'rsatganman. Albatta mashq qilayotganingizda albatta yonlaringiz bilan yondagi bo'yin atrofidagi anaqalarda zonalarda ehtiyotkorlik bilan massaj qilish kerak, qo'l uchida massaj qilish kerak. Bu judayam kerakli usullardan birini men sizlarga ko'rsatganman. Bu kamida 10 kun, 15 kun yoki 20 kun har kuni 20 minutdan qilinganda bu judayam zo'r effekt, judayam zo'r rezultat beradi. Ichidagi yog'larni eritib turib, terini taranglashtirishga, tabiiy ko'rinishga xizmat qiladi. Buni qizlarjonlar, agar kimda kim kerak bo'lsa 90lik 116 03 37 Feruzaxonga murojaat qilasizlar.